birinchi kuni tadbir va uchrashuvlar, yangi loyihalar taqdimotiga shu qadar boy bo'ldiki, Shavkat Mirziyoyev quyosh botib, kun yakuniga yetayotganiga qaramay, rejadagi so'nggi ob'ekt Chortoq tumanidagi Baliqli ko'l qishlog'iga ham tashrif buyurdi. Boisi bu yerda bundan 1400 yil avval milodiy 6-7 asrlarda Sulton Uvays Qaraniy yashagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Sulton Uvays bobomizning asl ismlari Suhayl bo'lib, Yaman mamlakatining Qaran qishlog'ida tug'ilgan. Bu zot tarixiy kitoblarda ikki jahon quyoshi, Yaman yulduzi degan nomlar bilan ulug'langan ekan. Uvays Qaraniy bir umr halol mehnat bilan kun kechirgan. Odamlar o'rtasida ilm va ma'rifat, kasb va hunarlarni, ezgu g'oyalarni targ'ib etgan. Yetimlarning boshini silash, beva bechoralar, nochor va muhtoj kishilarga yordam berish bu ulug' insonning asosiy maqsadi, maslagi bo'lgan. Allohning marhamati, qudrati bilan chuqur yer qa'ridan mana shunday ilohiy buloqlar otilib turgan. Ushbu muqaddas maskanni xalqimiz Hazrati Uvays nomi bilan bog'lab, qutlug' ziyoratgohga aylantirgani albatta bejiz emas. Buning zamirida juda katta ilm, hikmat va haqiqat mujassam. Bu yerda ulug' zot haqqiga Qur'on tilovat o'qildi. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Prezidentimizga mazkur qadamjoning yangi loyihasi namoyish etildi. Unga ko'ra endilikda ushbu maskanda ramziy darvoza, maqbara, masjid va muzey, shuningdek mehmonxona, kutubxona ham bunyod etiladi. Bu buyuk zot, dedi davlatimiz rahbari, Tangrining bizga bergan ulug' marhamatidir. Shu bois ko'pning nazari tushgan. Bunday ilohiy inshootni shoshmasdan, ko'p o'ylab, eng zamonaviy jihozlardan foydalangan holda mukammal qilib bunyod etish lozimligiga urg'u berdi. Chunki mazkur ziyoratgoh uzoq yillar xalqimiz ma'naviyatiga xizmat qilishi bilan bir qatorda dunyo ilm namoyandalari va sayyohlari uchun eng go'zal qadamjoga aylanadi deya e'tirof etdi Shavkat Mirziyoyev. Juda katta niyatim bor ediki, mana shu Sulton Uvays Qaraniy ziyoratgohini ham bir obod qilib, xuddi Zangata bobomizga qanday e'tibor qilgan bo'lsagimiz ulug' joylarda mana shunday berdi ham mana shunday bir dargoh, ziyoratgoh, ma'naviyat, ma'rifat o'chog'i Namangan uchun va kerak bo'lsa butun O'zbekiston ziyoratchilari uchun. Odamlar kelib qo'y so'yayotgan joylari, o'tirayotgan joylari, novvoyxonalari, boshqa o'sha yerda qanday qilgan bo'lsak, xuddi shunday qilasiz. Juda katta ish, buni shoshilmaymiz. Bu juda qadimiy joy. Qancha ko'p berdi obod qilsak, shuncha Xudo taolo bizga marhamatini albatta beradi. Xudo xolasa bu yil tugatamiz, tashqaridan daraxtlar olib kelamiz, gullar olib kelamiz. Namanganda eng zo'r gullardan. Bu butun musulmonlarning ziyoratgohi, musulmon ummasining ziyoratgohi. Boshqa davlatlardan ham keladi bu yerga. Lekin kelganga yarasha biz shunday madaniyatimizni ko'rsatishimiz kerak. Unda juda katta ilohiy kuch bor. Ana shu kuchni biz xalqimizga berishimiz kerak. Ana shu insof, diyonatni xalqimizga yetkazishimiz kerak. Yoshlarimizni tarbiya qilishimiz kerak. Davlatimiz rahbari shundan so'ng majmuada olib borilayotgan ulkan bunyodkorlik ishlari bilan yaqindan tanishdi va mutasaddilarga tegishli ko'rsatmalar berdi.